Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamsızda qıtanlar ekranımız olsun. Tayvan Kompartiyaning tahdidiga bosh egmaydiganligini bildirdi. Tayvan bo'g'izidagi sezgur vaziyat kunsiri keskinlashayotgan bir paytda Xitoy Kommunist partiyasi Tayvan ishlari ishxonasi Tayvan mustaqilligi kuchlariga vakillik qiladigan 3 asosli amaldorni qattiq jazolaydiganligini e'lon qilgan bo'lib, Tayvan taraf Xitoyning tahdidlaridan qo'rqib qolmaydiganligini bildirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Tayvan ijroiya organi cho'nquruqliq ishlar komiteti juma kuni kechda Xitoy kommunist diktatorligining tahdidini qabul qilmaydiganligini ta'kidlab, yozim bayonot e'lon qilgan. Bayonotda Tayvanning qonun bilan idora qilinadigan demokratik jamiyat ekanligini, agar Xitoy kommunistlari chegara hal qilgan munosabatga sal qarasa, Tayvanning demokratiyasi va erkinligiga buzg'unchilik qilib, adovat paydo qiladiganligini, Tayvan hukumati zarur bo'lgan tadbirlarni qo'llanib, xalqning bexatarligini qo'g'daydiganligini, Kompartiyaning kelib chiqqan har qanday oqibatning mas'uliyatini ustiga oladiganligini bildirgan. Bayonotda yana yaqindan buyon Kompartiyaning Tayvanga qaratilgan tahdidi sababli jiddiylik kuchaygandan boshqa jazolash tizimligini e'lon qilib, ikki qirg'oq munosabatini qalaymaqonlashtirganligini, Kompartiyaning o'zining maydoniga qo'shilmaydigan kishilarga zarb berishining oxirgi maqsadi boshqa dunyo qarshidagi kishilarni o'ziga bo'ysundirish ekanligini, Xitoyning bu xil qilmishi uzundan buyon xalqaro jamiyatning noroziligini qo'zg'aganligini, Tayvan xalqi buni aniq ko'rganligini va Tayvan xalqining bu haqda hargiz murassa qilmaydiganligini bildirgan. Bayonotning oxirida yana Tayvan hukumati xalqaro jamiyat bilan aktiv hamkorlashib, Kompartiyaning Tayvanga daxli taruz qilish, demokratik tuzumni bostirish qilmishini oshkorlab, birlikda hamkorlashib, Kompartiyaning yovvoyi harakatini cheklaydiganligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lgandek, Xitoy Tayvan ishlari ishxonasining bayonotchisi Zhou Fenglian 5-noyabr bayonot e'lon qilib, yaqinqi mezgildan beri Su Jinchang, Wu Jiaoxia, Yu Shikun qatorliq bir turkum Tayvan mustaqillik tarafdorlarining butun kuchi bilan ikki qirg'oqni quturtib, yomon g'araz bilan cho'nquruqlikqa to'kmat chaplaganligini, davlatni parchalash g'arazidagi tashqi kuchlar bilan aloqa qilganligini, ularning bu harakatining ikki qirg'oq munosabatiga ig'ir buzg'unchilik qilib, tinchlik va muqimlikqa ig'ir ziyon yetkazganligini bildirgan. Hamda Tayvan mustaqillik tarafdorlariga qaratilgan intizom jazosi e'lon qilib, Tayvan mustaqilligi uchun harakat qiladigan kishilarning Xitoydagi har qaysi organ va tashkilotlar va shaxslar bilan hamkorlashishining cheklanganligini, mustaqillik tarafdorlarining shirkat tarmoqlari va pul muomala xo'jayinlarining Xitoy cho'nquruqligidan foyda olishiga yo'l qo'yilmaydiganligini e'lon qilgan edi. Xitoy boshqarish tadbirini umumyuzlik izchillashtiradiganligini ta'kidladi. Atalmış Abdulmurayliq siyosiy kengash partiya guruhisining sekretari Qo'rchoq rais Nurlan Ablimajin Payzvat noyasidagi tekshirish davomida kelgusi 5 yil ichida yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini umumyuzlik izchillashtirish kerak degan. Tangritog' to'rining 7-noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Qo'rchoq rais Nurlan Ablimajin buningdan keyingi 5 yillik kurash davomida uzoqqacha muqim bo'lishni saqlash, Xinjiangda islom dinini xitoylashtirishni puxta olg'a siljitish, ideologiya xizmatini cho'nqur yaxshi ishlash, ideologiya sohasini kontrol qilish kerak deb bildirilgan. Kuzatuvchilar Xitoyning xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash tashviqotlari orqali butunlay to'qib chiqqan yolg'onlarga xalqaro jamiyatni ishontirish maqsadida tashviqot sohasiga zo'r miqdorda mablag' solganligini, o'zining yolg'on tashviqotlariga xalqaro jamiyatni ishontira olamiz deb qarab, Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarni izchil davomlashtirayotganligini, muhojiratda yashayotgan Sharq Turkiston xalqining vatanda har jihatdan iskanjaga ilingan Uyg'urlarning ovozi bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi dafsandichiliklari, xalqaro jamiyatda Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarni inkor qilib to'qib chiqqan safsatalarga raddiya berish yoki Xitoyni jinoiy qilmishlarni to'xtatishga majburlaydigan harakatga o'tishining to'liq zarur bo'lib qolganligini bildirishmoqda. Xitoy josus savdo maxfiyatligini o'g'irlash jinoyati bilan ayblandi. Amerika Adliya ministrligi bir Xitoy josusni Amerika Avasiya sanoati shirkatining savdo maxfiyatligini o'g'irlash bilan aybladi. Angliya radio shirkati BBC'ning 7-noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Shu Yanjun ismli Xitoy josus iqtisodiy josuslik va savdo maxfiyatligini o'g'irlash qatorliq 5 turlik jinoyat bilan ayblangan. Xabarda qayd qilinishicha, agar bu Xitoy josusga sud ochilsa, 60 yillik qamoq jazosi va 5 million dollardan ortiq jarimani qo'yildi ekan. Mazkur jasus dastlabda 2018-yili Belgiyada qo'lga olinib, Amerikaga sudga topshirib berilgan tunji Xitoy alohida xodim bo'lib qolishi mumkin ekan.
Bildirilishicha, Xitoy doiralari Amerikaning bu jasus haqidagi qaroriga texi baho bermagan bo'lib, Xitoy ilgari ayblashni rad qilib, taftish ayblashlarining asossiz ekanligini da'vo qilgan. Amerika Adliya Ministerligining bayonotida oshkorlanishicha, Shu Yanjun Xitoy Davlat bexatarlik idorasi Jiangsu sho'basining yuqori darajalik a'zosi, mazkur bo'limning jasuslikqa qarshi turish mas'uli, chet el axborotlarini to'plash va ichki bexatarlik qatorli xizmatlarning mas'uli ekan. Ma'lum bo'lishicha, Shu Yanjun bosh shtabi Amerika va boshqa davlatlarga joylashgan bir qancha shirkatning xizmatchilarini nishonlaganligi haqida ayblangan bo'lib, uning jasuslik harakati 2013-yili boshlangan. U Hammibab elektr shirkatining bir xizmatchisini 2017-yili Xitoyga berib, universitet dars so'zlashga o'rinlashtirgan va uning sayohat chiqimi va ish haqini to'lagan. Bir yildan keyin Shu Yanjun mutaxassisdan sistema o'lchimi, loyihalash tartibi va boshqa uchurlarni so'ragan. Federatsiya tekshirish idorasi FBI bilan hamkorlashgan shirkatning oshkorlashicha, u xizmatchi elxat orqali shu familiyalikka 2 betlik hujjat avatgan bo'lib, u hujjatda sazgur uchurlar bor ekan. Xitoy Tayvanni qo'llaganlarning umrlik jazoga uchraydiganligi haqida propoza qildi. Yaqinqi kunlarda Amerikani o'z ichiga olgan Xitoy Tayvan o'rtasidagi ziddiyat texmo kaskinlashdi. Taraflarning bayonlari Amerikaning Tayvan askarlarini maxfiy mashq qildirayotganligi oshkorlangandan keyin orqa-orqadan o'tirg'i chiqdi. Xitoy jiddiylikni texmo kaskinlashtirib o'tadigan bayonot e'lon qilib, Tayvanni qo'llagan har qanday kishining umrlik jazoga uchraydiganligi haqida propoza qildi. Anadolu agentligining 7 noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi jiddiylik yaqinqi bir necha kunda Xitoy rejimining matbuotlarida tahdidlik bayonlar bilan eng yuqori chekkaga yetdi. Xitoy rejimining zuvoni bo'lgan taratqular 3-dunyo urushi bo'ladiganligini ogohlantirdi va Tayvanga o't bilan o'ynashmaslik haqida uchur berdi. Ammo bu talash tortishga Amerikaning aralashishi va Tayvan rahbari Tsai Ing-wenning Yevropa parlamenti vakillar o'maki bilan ko'rishishi Xitoyning sabrchanligini to'shqazdi va qo'rqinchli bayonot oxiri keldi. Xitoyning rasmiy bayonotida mundaq deyildi: Tayvanning mustaqilligini qo'llaganlarning buningdan umr bo'yi jazoga uchraydiganligi va bu qo'llashning jinoyat shakllantiradiganligi bildirildi. Bu Xitoyning Tayvanga qarata Xitoy fuqarolariga qaratilgan jinoiy jazolarni o'z ichiga olgan tunji rasmiy bayonoti bo'lib hisoblandi. Garchi Tayvan hukumatı mustaqillik uchun qat'iy irodaga kelganligini qayta jakarlagan bo'lsa-mu, ammo Xitoy zarur tepilganda kuch ishlatib Tayvanni tuproqlariga qo'shib oladiganligini oshkora o'ttirg'a qo'yib, urush ehtimolligini yo'qqa chiqarmaganligini bildirmoqda. Xitoy rejimi navbatda allaqachon orolning bosh ministri Su Zhengchang, parlament boshlig'i Yu Si-kun va tashqi ishlar ministri Joseph Wu qatorliq ismlarni qora tizimlikka kirgizganligini va bu tizimlikning kengaydiganligini rasmiy e'lon qildi. Çavuşoğlu Uyg'urlarning tub huquqiy va erkinligining qo'g'dilishi kerakligini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Türkiye parlamenti plan va xamchot komitetida ochilgan 2022-yillik xamchot loyihasi haqida qilgan so'zida Qrim turklari va Uyg'urlar haqida to'xtaldi. Anadolu agentligining 5-noyabrdagi xabarida bildirilishicha, Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Türkiye parlamenti xamchot komiteti 2022-yillik xamchot plani yig'inida Uyg'ur turklarining asosiy huquqiy va erkinligi qo'g'dilishi kerak degan. Xabarda qayd qilinishicha, Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu yig'inda biz Suriyadan Liviya va Qarabog'gacha bo'lgan nurg'un rayonlarda faoliyat qilyapmiz. Biz Qrimning qonunsiz qo'shib olinishini e'tirof qilmadik va e'tirof qilmaymiz. Biz Qrim tatar qarindoshlarimizning bexatarligi va baxt saodati uchun davomli tirishimiz degan. Mavlud Çavuşoğlu Rossiyaning Qrim turklariga ijro qilayotgan yo'lsiz qilmishlarini o'tirg'a qo'ygandan boshqa, kishilik huquqi ig'ir dafsanda qilingan va ochiq oshkora qirg'in qilinayotgan Sharq Turkiston xalqi haqida so'z qilib, Xitoy bilan bo'lgan munosabatning o'zaro hurmat qilish va manfaat yetkazish asosida davom qilayotganligini bildirib, biz Xitoy bilan savdo sohasida hamkorlik o'rnatish davomida Uyg'ur turklari qarindoshlarimizning asosiy huquqiy va erkinligini qo'g'dash kerakligini davomli ta'kidladik. Bu masalani ikki tarafli ko'rishishlar hamda xalqaro sahnalarda o'tirg'a qo'ydik. BDT'da 42 davlat bilan birlikda bayonot e'lon qilib, Xitoyni Uyg'ur turklarining huquqiga hurmat qilishga chaqirdik deganlarni bildirdi. Mirziyoyev qasam berib vazifa o'tashga boshladi. O'zbekistonda 24-oktyabr kuni o'tkazilgan prezident saylovida g'alaba qilgan Shavkat Mirziyoyev qasam berib vazifa o'tashga boshladi. Türkiye Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, O'zbekiston parlamentining to'van qanoti bo'lgan Qonun chiqarish majlisi
va parlamentning yuqori qanoti bo'lgan Kengash palatasi uyushtirgan o'rtaq umumiy kengash yig'inida Mirziyoyev uchun murosim o'tkazildi. Murosimga hukumat a'zolari, davlat organlarining boshliqlari, diplomatik vakolatxonlarning vakillari va jurnalistlar qatnashdi. Markaziy saylov komitetining raisi Zayniddin Nizam Xo'jayev murosimda qilgan so'zida prezident saylamida davlat miqyosida jami 16,212,343 saylovchining bilet tashlaganligini, saylamga qatnashish nisbatining 80,4% bo'lganligini qayd qildi. Hamda 5 nomzod raqobatlashgan prezident saylamida Erkin Demokratlar partiyasi tarafidan yana bir qatim nomzodlikka ko'rsatilgan Shavkat Mirziyoyevning 80,12% ovozga erishib g'alaba qilganligini bildirib, prezidentlik isbotnomasi va saylamda g'alaba qilganligi to'g'risidagi hujjatni Mirziyoyevga topshirib berdi. Qasam berish murosimidan keyin nutq so'zlagan Mirziyoyev qayta saylanganligi sababli O'zbekiston xalqiga rahmat etdi. Hamda saylamda g'alaba qilishining yo'lga qo'yilayotgan siyosatning xalq tarafidan qabul qilinganligining va o'zlari tanlagan yo'lning to'g'ri ekanligining ifodasi ekanligini ta'kidlab mundaq dedi. O'zbekiston prezidenti bo'lib saylanishimni yangi O'zbekiston qurish yo'lidagi siyosatimizning qizg'in qarshi elinishi sifatida qabul qilaman. Yaponiya Amerikaning harbiy bazasini yo'tkash planida ching turmoqda. Yaponiya g'arbiy shimoldagi Okinawa o'lkasiga joylashgan Amerika harbiy bazasini o'lkaning ichiga yo'tkash planida ching turganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Yaponiya vazirlar kabineti bosh kotibi Matsuno Hirokazu Okinawa'dagi ziyorati jarayonida Amerika dengiz armiyasiga tava Fotinma bazasining yo'tkilishi to'g'risida yerlik mas'ullar bilan ko'rishdi. Matsuno bazi joylashgan Ginova nahiyasi va bazi ko'chiriladigan Nago nahiyasining vakillari bilan ko'rishdi. Matsuno Okinawa valisi Tamaki Denni bilan o'tkazgan uchrashuvda bu o'rinlashtirishning ham Yaponiya Amerika ittifoqining hujum iqtidorini saqlab qolganligini, ham nufusi zich Ginovan rayonining yerlik masalalarini hal qiladiganligini bildirdi. Tamaki bo'lsa ko'pincha aholilarning harbiy bazani ko'chirish loyihasiga qarshi ekanligini aytdi. Tamaki bazining ko'chirilishi elib kelgan tahdidlarning hozirmi mavjudligini eskartib, ko'chirish qurilishlarining to'xtatilishini talab qildi. Iroq bosh ministri suiqasddan salomat qutulib qoldi. Iroq bosh ministri Mustafa Al-Kazimining to'ralg'usi qurolliq uchquchisiz aeroplanning hujumiga uchradi. Vaqada Mustafa Al-Kazimining yordar bo'lmasdan qutulib qolganligi bildirildi. Iroq hukumatiga tava bexatarlik axborot to'ri tarafidan e'lon qilingan bayonotda Bag'dod Yeshil rayonidagi Kazimining uyining qurolliq uchquchisiz aeroplanning hujumiga uchraganligi, bosh ministrning hujumdan yordar bo'lmasdan qutulib qolganligi va salomatligining yaxshi ekanligi bildirildi. Bayonotda rayondagi bexatarlik qismlarining tadbirlarini yo'lga qo'yishni davomlashtirayotganligi eskartildi. Iroq bosh ministri Twitter hisobida "Men yaxshi, oilamdagilarning yendiman, ko'pchilikni tamkin, so'g'oqqan bo'lishga chaqiraman" deb uchur ham baharladi. Ironga yaqinligi bilan tunilgan Fatih birlashmasi va Shia Hashdush Shababning qo'llovchilari 10-oktyabrdagi saylam natijasiga e'tiroz bildirib, Yeshil rayon oldidagi o'ltirib olish namoyishini davomlashtirmoqda. 5 noyabr juma kuni namoyishchilar bilan bexatarlik qismlari o'tirsidagi to'qinishda bir namoyishchi bexatarlik qismlari ochgan o'qda qazo qilgan edi. Shuningdek keyin jiddiylik kuchaygan naq maydonga Shia qurolliq kuchlari Ahlul Haq harakatining rahbari Qays Hazali yetib berib, Kazimiga qarata tahdidlarni o'z ichiga olgan bayonotlarni bergan edi. Hazalidan boshqa yana Fatih birlashmasining rahbari Hadi Amiri va Shia qurolliq kuchlaridan Abu Ala al-Valayimo Kazimiga va hukumatiga qarata qattiq tanqidlarda bo'lgan hamda Amiri namoyishchining o'ltirilishining jazosiz qolmaydiganligini e'lon qilgan edi. Yana bir tarafdan Iroq bosh ministri Mustafa Al-Kazimi Bag'dodda ministrlar kengashini favqulodda kun tartibi bilan yig'inga chaqirdi va so'zida jinoyat sodir qiluvchilarning izini qo'g'laymiz. Biz ularning kim ekanligini obdan bilamiz. Pat yaqinda oshkorlaymiz dedi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shunda qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.